Kotyolda suv turadi, ham kotyol issiqda ishlaydi, olovda, ko'mir bilasizlar, qanaqangi issiq bo'ladi, temirlar eritib tashlaydi. Bu o'sha paytda issiqqa ham chidamli, ham suvga ham chidamli bo'lganligi uchun kotyol his qildimi tiqilganini orqaga tortadi. ha, orqaga obratda qaytaradi. Albatta, orqaga o'zi tortib, miya shunga mo'ljallangan. Tipidagi kotyollarda mana kasetni deyiladi. 3 ta kasetasi bo'ladi. Bular. Biz 5 tadan qilganmiz kaseta. Bu kotyollarimizni xohlasa duh konturli variantda sotib oladi. O'sha issiq suv beradigan. Bermaydigan varianti ham bor. Bermaydigan varianti ham bor. Juda ham qulay. Buni 10 minutga ham qo'yib qo'ysa bo'laveradi. 10 minut ko'miringiz sifatiga qarab, yonishiga qarab bir marta nastroyka qilib qo'yasiz, bo'ldi, ishlaveradi. Asosan mana ko'pchilik talabi ushbu avtomat bunkerlarni xohlashganida, mana ko'pchilik bunker deydi. Gap bu yerda bunkerda emas, bu yerda hammasi kontrollerda bo'ladi. Gaz qimmatladi, svet qimmatladi. Endi bunga yechim albatta eng arzoni bu ko'mir. Assalomu alaykum Sardor Uskan, hurmatli tomoshabinlar. Talab va takliflardan kelib chiqqan holatda biz sizlarga yangiligimizni ko'rsatmoqchimiz. Sof universal isitish kotyollari. Bunda siz xohlasangiz o'tinda, xohlasangiz ko'mirda bemalol eng yaxshi rejim bu ko'mir. Eng qutulasiz, shunday solasiz bo'l. Bizga hozir yangiliklarimizni tanishtirish uchun Odil akamizlar to'g'ridan-to'g'ri o'zlari tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Sardor aka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Charchamayapsizlar. Kuzatuvchilar, talab va takliflardan kelib chiqqan holda sof isitish kotyollari zavodi o'sha ko'pchilik so'ragan, telefon qilib so'raydi, "Ne, bunkerli kotyol chiqarmaysizlar sizlar" deb. Bu yilda mana bunkerli kotyollarni ham chiqardik. Startni berdik, xudo xolasa. Startni berdik. Sotuv 1-apreldan ham sotuv boshlandi. O'zi predzakaz olayotgan edik. 1-aprelda sotuvi ham boshlandi. Bu bunkerli kotyollarimizni eng katta afzalligi nimada? Juda ko'p ko'mir kotyollarda, o'zi umuman ko'mir kotyollarda duh konturli bo'lmaydi. Duh konturli degani bu ham isitish tizimini isitib beradigan, ham issiq suv. Cho'milishga, yuvishga, tahoratga, hamma narsaga qo'yingki, foydalanishga mana qish ichi issiq suv muammo bo'ladi. Bu kotyollar aynan duh konturli o'sha issiq suvni ham chiqarib beradigan kotyol qilib ishlangan. Eng katta men uchun afzalligi shunda. Chunki bunkerli kotyollar hozir bor O'zbekistonda, chetdan kiryapti, o'zimizda ishlab chiqaryapti. Lekin hali duh konturligi bo'lmagan. Buni aytarli ko'p sabablari bor ekan o'rgansak, lekin o'sha sabablarni o'rganib, duh konturlikni qiyin bo'lsa ham yo'lga qo'ydik, sinovdan o'tdi. Mana xudo xolos sotuvini boshladik. Xo'p, bundan buyog'iga siz bemalol mana endi ko'mirli kotyollarda xohlasangiz o'sha aytib o'tganimizdek 10 kilovatlidan tortib buyog'i hamma katta ob'yomda 50 kilovatligacha bizda bor, xudo xolasa. Men o'zim mana ham qadriyatlarimiz, ham ishonchim ortganligi uchun ushbu kotyollardan Vodiyda o'zimning filialim bor. Xudo xolasa u yerda ham bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mana zavoddan xarid qiladigan bo'lsangiz, may oyigacha, 31-maygacha 10% ni chegirmada xarid qilasiz. Endi ushbu kotyolimizni qolgan kotyollardan nima afzalligi bor? Keling buni yaqinroqdan bir ko'rsatib beramiz. Odil aka? Xo'p, buni mana shu hozir mana ishlab turibdi, ko'rishingiz mumkin. Mana kotyolni uladik. Bu bizda 25 kilovatli kotyolimiz. Bu o'sha 150 kvadratdan 250 kvadratgacha bo'lgan. Cho'pli pol bo'ladimi, radiatorli bo'ladimi, aralash sikl bo'ladimi, isitadi. Bu kotyolimiz nimadan iborat? Mana ko'pchilik bunker deydi. Gap bu yerda bunkerda emas, bu yerda hammasi kontrollerda bo'ladi. Miyada. Miyada. Bizda mana o'sha mesni ishlab chiqaruvchilar ham, chetdan kelayotgan kotyollarda ham o'sha hamma gapni kontroller aytadi bu yerda. Qolgan tomonlari ham sifatli bo'lishi kerak. Hozir mana biz o'sha Dom avtomatika zavodini kontrollerlaridan o'sha 6 xilini olib kelib sinovdan o'tkazdik. Bizda O'zbekning sharoitiga ishlatishimiz uchun qulay bo'lgan eng optimal variantini tanladik. Sodda ishlatishi qulay bo'lgan. Turetskiy olib kelib ko'rdik. Juda murakkab ishlatish qiyin. Odamni ham chalg'itadi, o'zi ham chalg'ib ketib qoladi. Funksiyalari ham ko'p. Yo'q, ko'p emas. Ishlatishga noqulay. Mana shu o'zi kichkina bo'lgan bilan mana shu faqat mana shu kotyol uchun ishlab chiqarilgan. Aynan kotyol uchun. Aynan kotyol uchun. Buning ichida o'zi maxsus programmasi yozilgan. Buni afzalliklarini bitta qisqa tushuntirib ketaman. Mana ishladi. 10 sekund yoki 7 sekund ko'mir beradi, 2 minut, 3 minut yonadi. Uni bemalol o'zlari uni kontrol qiladigan joyi bor. Ko'miringiz sifatiga qarab bitta o'sha yozib qo'yasiz, kiritib qo'yasiz. Bo'ldi, o'zi ishlayveradi. Tushunarli.
Endi buni afzalligi aytib ketmasam bo'lmaydi. Nima uchun biz sharoitlarga mos deganim, kotyolni polniy nazorat qiladi. Kotyolda necha gradus 60 so'rasangiz 60, 70 gradus so'rasangiz 70 gradusda qo'yib beradi. Plus minus 10 gradusda ishlaydi. Plus minus 10 70 ga qo'ysangiz 60 ga tushguncha kutadi, 60 da yoqib yana 70 ga chiqaradi. Yo'q, shunday ishlayveradi. Xo'p, bu aqlli kotyollar bilan bir xil ishlar ekanda. Xuddi shunaqa. Bu eng katta afzalligi mana shu shinekda kirayotgan ko'mirni qizib ketishi yoki olov yoqqa o'tishini kontrol qiladi. Mana bu yerda datchiklari bor ekan. Datchigi bor. Mana shu datchigi agar harorat isisa, gradus ko'tarilishni boshlasa, shinek avtomatik ishlab ko'mirni tashqariga chiqarib beradi. Ya'niki mana bu yerdan olov bu yoqqa qarab yuraversa, shundaymi? Agar bu juda katta plus, o'sha texnik bezopasnost, xavfsizlik tomonidan juda ham muhim. Kontroller uni boshqaradi, ventilyatorni boshqaradi. Xo'p, sentralniy nasosni boshqaradi va konturlarga ajratilgan nasoslarni ham ulab qo'ysangiz bo'ladi, boshqaradi. Bunga boshqaradi. Xo'p, bu yerda kontroller Rossiyada ishlab chiqarilgan, juda ham sifatli. Xo'p, ventilyatorlar Turkiyada ishlab chiqarilgan. Xitoy emas, shuni ham hisobga olasizlar. Bu mana ko'rishingizni xohlardim. Bu o'sha motor reduktor deymiz. Bitta reduktor bilan ish bitadi. Motor, reduktor, yana bitta reduktor qo'yib, uni kuchini kamaytirish yoki iloji boricha qimmat bo'lmasin deb kuchsiz reduktor qo'yish emas. Bu yerda bu ish uchun juda ham kuchli, baquvvat motor reduktor qo'yilgan. Garantiyasi ham 3 yil. 3 yil. 3 yil. Juda ham zo'r. Mana shu narsa eng muhim narsa. Mana foydalanishga juda ham qulay. Bitta o'rnatiladi, bo'ldi. Bitta zapravka qilasiz. Eng qiziq joyiga kelyapmiz. Necha soat yon beradi degan savol bo'ladi. Buni hozir qulayliklarini, necha soat yonishini va qanaqa ko'mirlarda yonishini sizlarga batafsil aytamiz. Undan oldin mana bu narsa haqida bitta gapirib bering aka. Xo'p, bu kontroller menga qiziq tuyuldi buni antennalari bilan bo'lganiga. Bu mana GSM modulli kontroller. Bu o'sha internet orqali telefonda boshqaraman degan insonlar uchun shu kontroller bilan qo'yib beramiz. Bunda narxi sal qimmatroq bo'ladi. Qo'shiladi bu. O'zi ishlab chiqarishda buligi ham bo'ladi. Men tavsiya qilardim buni. Bu oddiy. Bir marta to'g'rilab qo'yadi. Buni ham ikkita rejimi bor. Kunduziga alohida rejim qilib qo'yasiz. 50 gradusda ishlaydi. Kech paytga 70 ga qo'yib qo'ysangiz, kunduzi kechki rejimda ishlayveradi o'zi. Aqlli deb bekorga aytilmaydi. 8 misol ertalab 8 dan bu rejimga o't desangiz, u rejimga o'tadi. Soat 4 da kech payt baland gradusda rejimga o't desangiz, o'sha rejimga o'tadi. Rasa erinchoqlar uchun zo'r variant ekan. Bu kontroller o'sha farqi GSM moduli bor. SIM karta qo'yasiz, o'zining telefonda maxsus programmasi bor. Buni ham hali to'g'risini aytib ketish kerak. U programmada nima bor? U wow deydigan narsa yo'q. Uyingizga haroratni ko'rib turasiz. Ko'rib boshqarib. Ishxonada o'tirib ham uyga borishingizdan oldin ko'tarib qo'yishingiz mumkin, tushirib qo'yishingiz mumkin. Demak, buni eng minimal gradusiga deylik 50 yoki 40 gradusga tushirib qo'yib, dachaga hali odam kelmagan, dachaga ham qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Juda zo'r bo'ladi. Buni o'zi ishlab chiqarishimizning sababi mana shu Chorvoqdagi dachalar. Bu kotyollarimizdan olib ketib o'rnatishadi o'zi. Toksiz ishlatish uchun bularni ishlatadi. Endi dachada bilasiz, maydoni katta bo'ladi. Basseynlari bo'ladi. Bu kotyollar mana o'sha basseynlari bilan ulab ishlatishga juda ham qulay. Bir marta ko'mir. Bunkerda mana har xili bor. 170 litrligi bor. 250 litrligi bor. Bundan katta litri bor. Qarang, mana bu kichkinani olib turib, kattani qo'ysa bo'ladi. Imkoniyati bor ekan, demak mana bunkerda farqiga qarab, bu bunkerdan qo'yib beringlar desa, bu bunkerdan qo'yib beramiz. Shunda asosan, например, bu kotyolga bu bunkerni qo'ysa 4-5 sutka ham yonishi mumkin. Ana. Ajoyib. Bu bunkerda 2 sutka yonsa, bunda o'sha 4 sutka. Bu degani 48 soat bemalol yoqib beradi. 48 soat bemalol yoqib beradi. Xudo xolasa endi bir marta zapravka qilib 2 kun unutasiz. Bu yog'iga ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, to'lig'icha avtomat va mana shu o'zidagi miyani mana tavsiya etyaptilar o'zlari ham. Endi buni shu ofisi borlar, misol uchun ertalab 7 da, hali umni domga o'xshatib turib, 7 da yoqib qo'y, soat 70 ga chiqib qo'y, qor yog'ib sovuq bo'lgan bo'lsa,
borguningizcha ofisingiz issiqqina bo'lib turadi. Xuddi shunaqa. Ana shu joylarga buni tavsiya etamiz. Lekin xonadon, dacha va boshqalarga bu ham juda zo'r bo'ladi, chunki bitta zapravkada 2 sutka bemalol. Agar bunkerni kattalatsangiz, undan ham ko'proq yonish imkoniyatiga ega. Bunda yana bir ko'rsatsak bo'ladi, bunkerlar qanaqa ishlaydi. Xo'p, mana bu yerda mana ko'radigan bo'lsangiz, mana to'lig'icha bitta ochib ko'rsataylik mana. Xo'p, mana bu noldan qanday bo'lyapti? yopiq turadi. Mana o'zini maxsus rezinalari bor. Kotel bilan bu yerdagi bosim bir xil bo'lishi kerak. Bu yer havo tortsa, ventilyator itargan havo bu yerdan chiqadi, tutun chiqishi mumkin, xona tutun bilan to'ldirishi mumkin. Bu mana uplatensil bilan qo'yilgan, tashqariga tutun chiqmaydi, bu yoqdan ham havoni tortmaydi. Faqat ventilyator o'zi ishlab beradi. Ventilyatordan ham e'tibor bersanglar, mana yerda mana ekan. Mana ochib yopadigan narsasi bor. To'xtaganda polni yopadi, havoni bo'g'adi. Ishlaganda mana ochiladi bu. Ochiladi. Yoki ruchnoy o'zi ochib qo'ysangiz bo'ladi agar xohlasangiz. Buni ham mana hammasini datchiklari bor. Bu ketaveradi. Yana bitta muhim narsa Sardor aka, mana bu yoqdan ko'rsatyapman. Kotel tiqilib qolsa, buni ikki xil rejimi bor. Kotel his qildimi tiqilganini, orqaga tortadi o'zi. Orqaga obratni qaytaradi. Albatta, orqaga o'zi tortib, miya shunga mo'ljallangan. Kattaroq ko'mir yoki nimadir bo'lib tiqilib qoldi, orqaga tortadi. Yana itarib ishlayveradi. Boshqatdan itarib ishlayveradi. Avtomatik. U insonning omilisiz shu narsani qiladi. Yana bitta plyus, tiqilib qoldi, qattiq tiqilib qoldi. To'ldir ko'mir turibdi. Siz ko'rishingiz kerak. Mana bu yerda 4 ta boltni yechsangiz, mana bu yoqda ham bor ekan. Bu yoqda ham qaysi tomon qulay bo'lsa, 4 ta boltni yechadi. O'sha chiqarib tashab turib, holatni ko'rib, yana yopib, dalish ishlatsa bo'ladi. Bunkerni to'kib, hamma ko'mir to'kib o'tirish shart emas. Juda ham zo'r. Shineklarni ham mana ko'radigan bo'lsangiz, shineklari ham maxsus. Shineklar ham mana ko'p shineklar yasalishida bir-biriga ulab yasashadi. Biz mana ishlab chiqarishini yo'lga qo'yib, mana butunligicha o'ralgan. Bu ham yaxshi texnologiya. Albatta. Bu ham mana o'ralgan. Xohlasa, bu yildan mana kotel ishlab chiqaruvchilarni birlashtirmoqchimiz bu yildan. Buni balki hozir aytishim to'g'ri emas turadi. Mana kim shunaqa kotel ishlab chiqarsa, o'zini qiynamasdan murojaat qilishi mumkin. Motor reduktor bor sotuvda. Biznikilar hozir bitta dvigatel, bitta reduktor, yana bitta reduktor qilib chiqaradi. 3 ta mahsulotdan chiqaradi. Bu qimmat. Mana sotuvda bor. Tayyor. Kontrollerlar sotuvda bor. Kontrollerlar ham bor. O'sha kontrollerdan telefon qilib, bizda unaqa raqib degan narsa yo'q. Ishlab chiqaruvchilarimiz o'sha mijozlariga sifatli narsa qo'yib bersa, sifatli narsa sotsa, biz ham xursandmiz. Mana shu shinekda ham telefon qilib, xohlasa tayyorini, xohlasa bu holatda sotib olsa bo'ladi. Demak, ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, kotellarimiz xudo xohlasa garantiya 4 yil bunga ham bemalol beramiz. Undan tashqari boshqa kotellarimiz ham bor bu yoqda. O'sha ko'pchilikka yoqqan har xil mana bu yerda Optima, mana Comfort, u yoqda Super, Ultra va boshqa mana yangimiz xudo xohlasa Soft Optima avtomat chiqdi. Ushbu avtomatimizni mana qulayliklarni sizga aytib o'tdik. Zapravkasi u yoqdan bo'lyapti, ko'ryapsiz. Bu yoqdan faqat nazorat qilish uchun va pullarini olish uchun. Xo'p, bu kotellarimiz qalinligi, ichi ham, tashi ham 4 mm o'sha katlovoy 09 GDVS stalimizdan bo'ladi. 09 G2S. Buni o'sha sertifikat beradiganlardan nima farqi bor deb so'raganimizda, o'sha hali o'zbekona tilda tushuntirganda, buni to'rligi 5,5 dan baland oddiylikda kuchini beradi. 09 G2S yana bitta ma'lumotni aytaman. Uzr gapingizni bo'ldim. Yana bitta ma'lumotni endi haliga qo'pol qilib dehqoncha tushuntirib beraman. Kotelda suv turadi, ham kotel issiqda ishlaydi, olovda, ko'mir bilasizlar qanaqangi issiq bo'ladi, temirlar eritib tashlaydi. Bu o'sha paytda issiqqa ham chidamli, ham suvga ham chidamli bo'lganligi uchun bu 09 G2S shu narsa aynan kotel uchun ishlab chiqarilgan. Xo'p, yana bitta narsani afzalligini aytib ketardim. Bu kotellarda mana buni
tipidagi kotyollarda mana kasetniy deyiladi. 3 ta kasetasi bo'ladi bularda. Biz 5 tadan qilganmiz kasetani. Kasetani. 5 ta kaset, Ko'proq 5 tadan energiya. issig'ini ko'proq olib, qolish uchun. KPDsi ham zo'r bo'lsa kerak. KPDsi ham baland. Yana bitta plyus, agar xohlasa yana bitta datchik qo'shib beramiz. O'sha chiqib ketayotgan gazlarni ham gradusini ko'rib tursa bo'ladi. Dimoxodda. O'sha nimaga qo'shadigan joy bor. Bitta datchik bilan qo'shib qo'ysa bo'ladi. Agar menga shu narsa zarur desa, uni ham qo'shib beramiz. Uyini ham bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, u haqida ham xudo xolasa ma'lumot berishadi. Nasib bo'lsa, mana ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, biz sizlar bilan yangiligimizni bo'lishadigan bo'ldik va bu yerda asosan mana ko'pchilik talabi ushbu avtomat bunkerlarni xohlashgan edi. Buni bittaligisi bor, tokli. Ertaga tok o'chsa nima qilaman deganga ham yechim bor. Odil aka? Xuddi shunday. Bitta haligi bizning tilda UPS deb qo'yiladi. Bitta akkumulyator, bitta UPS va o'sha invertor deylarmidi? O'sha invertordan va undan tashqari oddiy davlat toki bilan o'rtaga relay bilan bitta qo'yib qo'ysangiz, tok kelganda tokdan ishlataveradi davlat tokidan, qolgan payt o'zidan energiyani chiqarish mumkin. Xuddi shu yoki oddiy generator. Mana dachalarda ko'ramiz, kotyollarimiz avtomatik yonadigan generatorlar. Avtomatik ulab qo'yadi, svet o'chishiga generator benzin quyib qo'yadi. Bu ham juda yaxshi yechim. Hech qancha rasxod qilmaydi. Mana shu kotyolda turishi 0.5 kilovat rasxod qiladi. 1 kilovat ham emas. 1 kilovat, lekin u ham 1 soatning ichida ishlasa 10 minut ishlaydi. O'shani ham hisobga olib qo'yasiz. O'shani u 1 soat to'liq 0.5 kilovat ishlatmaydi. U ishlasa 10 shinik. O'sha belgilangan vaqtda 2 minutda 10 sekund ishlaydi. Ventilyator borana 1 soatda 20 minutga 30 minut ishlasa. Buniki 83 watt, 83 watt ekan. Tasavvur qilavering. Shuning uchun tok tomonlama hech o'ylanishga hojat yo'q. Xudo xolasa, uni ham mana yo'lga qo'yiladi, topiladi, unaqa kontaktlar bor. Shuning uchun tavsiya berib qolaman, mabodo qiziqsalaring aloqaga chiqaverasizlar, pastda raqamlari bor. Xudo xolasa, sizlarga eng ishonchlisini mana Xudo xolasa ko'rsatib o'tyapmiz. Agar boshqa kotyollar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Boshqa kotyollarimiz ham bor. 10 kilovatdan tortib 35-40-45 kilovatgacha bor. Bular elektr toksiz ishlaydigan varianti ham bor, elektrli turbo varianti ham bor. Bu xohishingizga qarab olsangiz bo'ladi. Yana bir narsani qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Bu kotyollarimizni xohlasa duh konturli variantda sotib oladi. O'sha issiq suv beradigan. Bermaydigan varianti ham bor. Bermaydigan varianti ham bor. Kimgadir menda kerak emas. Boylerim bor uyda, o'zidan boylerga ulab qo'yaman desa, duh konturli emas variantini ham olsa bo'ladi. Tushunarli. Demak, shoshilamiz 31-maygacha, 2025-yil 31-maygacha skidkada xarid qilib qolamiz. Albatta, 2 oy davomida. Muddatli to'lovlar ham bor degandingiz. Muddatli to'lovimiz hozir amalda 5-yanvardan boshlangan. Juda ko'p odam xarid qilyapti hozir. U ham may oyini oxirigacha, 31 maygacha davom etadi. Ulgurib olib qo'y. 31-maydan keyin muddatli to'lov to'xtaydi. Yog'i sezonga tayyorgarlik boshlanadi. Shuning uchun 31-maygacha muddatli to'lovda xohlasangiz muddatli to'lovdan tashqari agar naq bo'ladigan bo'lsa 10% skidkada xudo xolasa. Albatta, bu kotyollarga yangi mahsulot bo'lgani uchun o'sha bizdan ham odamlar qiziqib boshida xarid qilib olish uchun 10% skidka bilan telefon qilinglar, narxini aytamiz. Buni o'lchamlari 20 kilovatligi bor, 25 kilovatligi bor, 35 kilovatligi bor, 50 kilovatlik o'lchamda bo'ladi. 50 kilovatligi o'sha 400-450 kvadrat maydonni bemalol isitib beradi. Hammasini rasxodlari bilan tushuntirib beramiz. To'lig'icha ma'lumotlarni xudo xolasa videomiz katta bo'lib ketmasligi uchun raqamlarni qoldirganmiz. Aloqaga chiqsangiz yana batafsil ma'lumot beriladi. Sardorga keling, rasxodini aytib ketaylik. Ko'pchilik rasxod qiziq, baribir rasxodini aytmadinglar deb aybdor qiladi. Aytaylik shuni. 4 xil o'lchami bor bu kotyollarimizni. Rasxodlarni aytmasak xafa bo'ladi odamlar. Bo'ldi. Rasxodlarni обязательно aytishimiz kerak. Mana kontrollerini ulab qo'ydik. Start holat turibdi. Mana har 2 minutda 10 sekund ko'mirni itar beryapti bu. Juda ham qulay. Buni 10 minutga ham qo'yib qo'ysa bo'laveradi. 10 minut ko'miringiz sifatiga qarab, yonishiga qarab bir marta nastroyka qilib qo'yasiz, bo'ldi, ishlayveradi. Zo'r. O'zingiz o'sha qanchalik ekonom qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, cho'pli pol bo'lsa uyingiz 50 gradus ketadi. Misol uchun 10 sekundda 15 sekund yonadigan qilib qo'yib qo'ysangiz ham o'sha 50 gradus ushlab turadi bu. Buni o'zi
hamma yo'g'i bor, ko'rsatib beramiz, qilib ishlata oladi. Uni videolarni ham qo'yib o'tib ketamiz, xudo xolasa, sizlarga alohida video qilib. Endi rasxodlariga kelsak, xo'p. Bu kacholimizni 20 kilovatligi bor. O'sha 100 dan 150 radiator bo'lsa 200 dan bemalol isitib beraveradi. U 1,5-3 kilo soatiga rasxod qiladi. 1,5 kilodan 3 kilogacha o'rtasida. Issiq kunlarda yoki past gradus qo'yib qo'ysa 1,5 kilo rasxod qiladi. Sovuq kunlarda baland harorat bo'lsa 3 kilogacha. Soatiga bu, ha? Bu soatiga 1,5-3 kilo rasxod qiladi. Xo'p, keyingi kattasi bu mana shu o'zi 25 ligi deyiladi, avtomat, Optima avtomat 25. Bu 2 kilodan 4 kilogacha rasxod qiladi. 2 kilodan 4 kilogacha. 2 kilodan 4 kilogacha. 4 kilogacha soatiga. Soatiga. Keyingisi bu mana 35 kilovatligi. Mana bu 35 ligi. Bu 350 kvadratgacha isitadi. 350 kvadratgacha isitadi. Buni rasxodi 4-7 kilo. 4 kilodan 7 kilogacha. Endi 7 kilo juda ham kamdan kam rasxod qiladi. Shu 4-5 kilo rasxod bilan bemalol chiqaradi. Aha. Endi haligi hisobi bilan ozgina zapasi bilan olyapti. Bilan olib aytilyapti. Bundan kattasi bor, 50 kilovatligi. U 300 dan 450 kvadratgacha isitadi. U 7 kilodan 10 kilogacha rasxod qiladi. Zo'r. Keyin yana ko'p savollar bo'ladi. Bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, teplitsaga qo'ysam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Agar pastdagi raqamlarga telefon qiladigan bo'lsangiz, sizga to'lig'icha ma'lumotlarni berib o'tishadi. Albatta. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Albatta. Rahmat. Ulgurib qolinglar, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. 2 oylik chegirmaga ulgurib qolinglar. Biz odatda kotyollarga chegirma bermaymiz. Chunki ishlab chiqaruvchi bo'lganimiz uchun o'sha minimal narxda sotiladi o'zi. Agar qanaqadir o't berish kerak imkoniyati bo'lsa, narxga o'zi o'sha o't beriladigan narx yoziladi. Ko'pchilik o't ber deydi, o'sha eng taqalgan narxi yozilgan. Shuning uchun xohlardik, qo'yishingiz aniq bo'lsa, mana aprel, may oyida 10% chegirma bilan qo'yib olishingiz, sotib olishingiz. Albatta, harakat qilib qolasizlar, ulgurib qoling. Muddatli desiz muddatli yoki mana bunda skidka qilib berishyapti, chiroyli qilib, xudo xolasa ulgurib qolasizlar. Undan u yog'iga esa qanaqa kachol kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Eslatib o'taman, muddatli to'lovlarimiz 15 million so'mgacha bo'lgan kachollarda bo'ladi. Bularda esa mana o'zlari 31-maygacha xudo xolasa 10% chegirmada chiroyli qilib beryaptilar. Aloqaga chiqaverasizlar.